22 yoshga to'lib sumalaga shakar solinmasligini endi bildim. Shu kungacha umrimda hech qachon sumalak tayyorlamaganman va qanday tayyorlanishini ham ko'rmaganman. Faqat bolaligimda buvim bilan dodam katta qozon atrofida nimadir qilib yurishganini esla olaman. Shundan so'ng ota-onam bilan alohida kvartiraga ko'chib o'tganmiz va sumalakni faqatgina pishiyotgan paytini ko'rar edim. Mana endi kelin bo'lib tushgan joyimda sumalakni butun tayyorlanish jarayonini ko'rish nasib qildi. Sumalakni shirinligi aynan ildiz otgan bug'doyning siqilgan sharbatidan bo'lar ekan. Bu faktni bilarmidinglar? Shunaqa qilib oilaviy sumalakni harakatini tushlikdan so'ng boshladik. Olov yondi, qozon qaynadi va barchamiz ishga kirishib ketdik. Aytgancha orasida o'yin kulguni ham unutmadik. O'yin kulgu o'z o'rnida, lekin esa kechki ovqat o'z vaqtida yeyish kerak degan qoidamiz bor. Oilamiz yig'ildi, toza havoda mazali ovqat va shirin diydor. Bundan zo'r nima ham bo'lishi mumkin? Bundan zo'ri esa er-xotin ertalabgacha yaxshi niyatli qilib sumalakni ko'lab chiqishdir. Mana 24 soat mehr bilan qilingan sumalagimiz tayyor bo'ldi. Hammamiz xushyor. Bu hid, bu rang, bu ko'rinish va mazasi ham o'zgacha juda mazali. Xullas, sumalak pishdi, kelinglar.